Assalomu alaykum hurmatli talabalar, ustozlar va kuzatuvchilar. Bugungi darsimizda chiziqli funksiya mavzusini qarab o'tamiz. Bilamizki, bu funksiya matematikaning juda ham muhim tushunchalaridan hisoblanib, ko'plab sohalarda qo'llaniladigan ayni matematikani bo'limi hisoblanadi. Demak, bularga bu so'zlarda matematikadan tashqari ham ko'plab fanlarda, hayotimizda, demak, funksiya so'zini uchratishimiz mumkin. Demak, hozir funksiyaga qisqacha ta'rif berib o'tamiz. O'zi funksiya degani nima degani? Funksiya degani bir elementda ikkinchi elementga qandaydir qonun qoidaga asosan mos keltirilishiga funksiya deyiladi. Demak, bu mosliklarni biz qayerdan olamiz? Albatta, biron bir to'plamlardan olamiz. Qaraylikki, bizga ikkita to'plam berilgan bo'lsin. X to'plam va Y to'plam. Demak, bu to'plamlar ichida, x to'plamning ichida biz bilamizki, albatta bir nechta, demak, cheksiz, demak, x ta elementlari bor. Olaylik, x1, x2 va hokazo xn bo'lgan x ta elementlari. Y to'plamning ichida esa xuddi o'shanday bir nechta y ta elementlari bor. y1, y2 va hokazo, demak, yn elementlar bor. Demak, endi o'sha yerda funksiyani ta'rifini berib o'tamiz. Funksiyaning tarifi shundayki, x to'plamdan olingan x element y to'plamdagi biron bir y elementga qandaydir qonun qoidaga asosan mos qo'yilsa, bunday moslikka funksiya deyiladi. Demak, olaylik, mana bitta elementni oldik. O'sha elementimiz y to'plamdagi qandaydir elementga, demak, mos keltirilyapti. Qandaydir qonun qoidaga asosan. Demak, mana bu x nolavoy elementimiz y nolavoy elementga mana mos keldi. Qonun qoidaga asosan. Mana bu moslikka funksiya deyiladi. Demak, bu funksiyani mana shu yuqoridagi qonun qoidaga asosan kiritayotgan bo'lsak, f at x teng y ko'rinishida kiritib olishimiz mumkin bo'ladi mana. Demak, funksiyaning umumiy ko'rinishi mana bu ko'rinishda beriladi bizga f at x teng y. Demak, bu yerda endi bularni hozir chiziqli funksiya deb kirityapmiz. Albatta, bundan kelib chiqadiki, chiziqli funksiyamizning ko'rinishi y barobar kx plus b ko'rinishida bo'ladi. Bu yerda albatta shart kiritib olamiz, k 0 dan farqli degan. Demak, o'sha funksiyani ta'rifiga asosan funksiyani berishligi uchun. Endi bu funksiyani aniqlanish sohasi, qiymatlar sohasi haqida fikr yuritamiz. Ularni aniqlash usullarini qarab o'tamiz. Funksiyaning aniqlanish sohasi degani bu x ning qabul qilinishi mumkin bo'lgan sonlar to'plamiga funksiyaning aniqlanish sohasi deyiladi. Y ning qabul qilinishi mumkin bo'lgan sonlar to'plamiga funksiyaning qiymatlar sohasi deyiladi. Demak, bu yerda soddaroq ko'rinishga o'tkazib qaraymiz deyotgan bo'lsak, mana bu funksiyamizni y teng kx plus b ko'rinishida ham qarashimiz mumkin bo'ladi mana. Bu yerdan ko'rinib turibdiki, funksiyaning aniqlanish sohasi x qarashli r. Demak, aniqlanmagan qismi yo'q. Demak, barcha haqiqiy sonlar to'plamida, demak, funksiyamiz aniqlangan. Funksiyaning qiymatlar sohasi ham xuddi o'shanday barcha haqiqiy sonlar to'plamida aniqlangan. Yoki bo'lmasa, buni olishimiz mumkin o'sha minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha bo'lgan qismda ikkalasi ham, demak, qiymatga ega bo'ladi. Endi bu funksiyaning o'sha grafigini qarab chiqamiz. Funksiyani grafigi sonlar o'qida qanday tasvirlashimiz mumkin bo'ladi. Demak, dekar koordinatlar sistemasini olamiz. X o'qi va Y o'qi. Endi bu yerda bir nechta o'zini shartlari bor. O'sha bizga berilgan y teng kx plus b chiziqli funksiyamizda, demak, mana bu birinchi holatda qaraydigan bo'lsak, aytaylik, k 0 dan katta bo'lgan holati. K 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, funksiya o'suvchi bo'ladi. Grafigi quyidagi ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Yana o'sha birinchi holat ichida b 0 dan katta bo'lgan holati. B 0 dan katta bo'layotgan bo'lsa, bu b qiymatimiz x 0 ga teng bo'lganda y qiymati hisoblanadi. Demak, 0 dan katta qiymatga ega bo'lyapti. Ko'rinib turibdiki, b nuqtadan o'tuvchi,
demak mana bunday kelib chiqadi grafimiz mana. O'sha ikkinchi holatda yana qaraydigan bo'lsak, ikkinchi holatda k 0 dan katta, b 0 dan kichkina bo'lgan holatida. Demak, bunda ham funksiyamiz k 0 dan kattami? Demak, o'suvchi bo'ladi. Demak, faqatgina b ning qiymati y o'qining manfiy qismida yotibdi deb olamiz. Demak, mana bu yerda b bo'ladigan bo'lsa, funksiyaning grafiga o'sha b nuqtadan o'tuvchi, demak, grafikga ega bo'lamiz. Demak, bu ham o'suvchi. Keyingi holatlarda k 0 dan kichik bo'lgan holati, xuddi o'sha y teng kx plus b funksiyamizda uchinchi holatida qarab chiqamiz. K 0 dan kichik, b 0 dan katta bo'lgan holati. Demak, funksiyaning grafikini qaraydigan bo'lsak, demak, x o'qi, mana buni y o'qi deb oladigan bo'lsak, bimiz 0 dan katta bo'lsa, y o'qining musbat yo'nalishida. Demak, funksiyamiz, demak, kamayuvchi, mana b nuqtadan o'tuvchi funksiyaga ega bo'lamiz. To'rtinchi holatda k 0 dan kichik, b 0 dan kichik bo'lgan holati. Demak, funksiyamizning grafikini qarayotgan bo'lsak, x va y o'qlariga nisbatan, demak, b ning qiymati manfiy qiymat bo'lganligi uchun, demak, mana bu ko'rinishda bo'ladi. Chiziqli funksiyamizning grafigi mana shu 4 ta ko'rinishda bo'ladi. O'suvchi bo'lgan holatda 2 ta, kamayuvchi bo'lgan holatda 2 ta. Grafikdan ham ko'rinib turibdiki, hech qanday uzilishlarga ega emas. X o'qi bo'yicha ham, y o'qi bo'yicha ham minus chizikdan plus chizikgacha bo'lgan qiymatlarni qabul qilyapti. Ya'ni barcha haqiqiy sonlar to'plamida aniqlanish sohasi va qiymatlar sohasi qiymatlarni qabul qilyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Demak, chiziqli funksiya mavzusi mana shundan iborat edi. Yuqorida biz o'sha chiziqli funksiyalarda umumiy ko'rinishlarini qarab o'tdik. Endi shularga doir quyidagi misollarni qarab o'tamiz. Demak, bizga berilgan bo'lsin y barobar aytaylik 2x plus 3 mana chiziqli funksiya berilyapti. Endi buni grafikini chizamiz va grafik bo'yicha keyin bunga bir nechta tasniflarini keltirib o'tishimiz mumkin. Chiziqli funksiyani o'sha grafikini chizishimiz uchun analitik usuldan va jadval usullaridan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Analitik usuldan foydalanganimizda x va y da qiymatlarini son qiymatda ko'rinishida aniqlab olamiz. Jadval qiymatda aniqlaganimizda esa biz bilamizki x erkli o'zgaruvchi, y esa erksiz o'zgaruvchi. Demak, bularga shartli qiymatlarni berib, ularni bir nechta qiymatlarini topib, o'z nuqtalarni tutashtirish orqali ham buni grafikini yasasak bo'ladi. Funksiyamiz chiziqli funksiya bo'lgani uchun uni grafigi biz bilamizki to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi. Endi o'sha to'g'ri chiziqni chizishimiz uchun bizga eng kamida 2 ta nuqta yetarli. O'sha funksiyaning 2 ta nuqtasini topadigan bo'lsak, uni grafikini tasvirlashimiz mumkin bo'ladi. Demak, analitik usulda aniqlaganimizda, birinchi usulda aniqlaydigan bo'lsak, x va y larning qiymatlarini topib olamiz. Demak, x ta qiymatini topishimiz uchun, demak, x nolvoy qiymati topishimiz uchun biz bilamizki, buning uchun y ni 0 deb qabul qilib olamiz. Y nolvoy qiymatini topishimiz uchun x ta qiymatini 0 deb olamiz. Demak, mana shunday qiymatlarda x va y lar qiymatini topadigan bo'lsak, x o'rniga y o'rniga 0 qo'ysak, demak, birinchi holatimizda 0 teng 2x plus 3 qiymat kelib chiqadi bu yerdan. Bu yerdan x topadigan bo'lsak, 2x teng minus 3, x teng minus 1,5 qiymat kelib chiqyapti. Y qiymatini topadigan bo'lsak, x o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, y teng 3 ko'paytirilgan 0, 2 ko'paytirilgan 0 plus 3. Demak, bu yerdan y qiymati kelib chiqyapti 3. Bu nuqtalarda o'sha grafikga olib borib qo'yadigan bo'lsak, quyidagi nuqtalardan o'tuvchi funksiyaning grafigi hosil bo'lyapti bizda.
demak x o'qi, mana bu y o'qi deb oladigan bo'lsak, x0 da y'imiz, demak mana bu yerda x0 da mana bu yerdan yozib qo'yaylik. y0 da x'imiz minus 1,5 ga teng chiqyapti. x0 da y'imiz 3 ga teng chiqyapti. O'sha nuqtalarni olib borib qo'yamiz. Demak x0 da y'imiz 3 ga teng. Demak 3 nuqtadan o'tyapti mana. Y'imiz 0 da x'imiz minus 1,5 ga teng bo'lyapti. Demak 1,5 ni mana bu yerda qabul qiladigan bo'lsak, minus 1,5. O'sha nuqtalardan o'tuvchi funksiyaning grafigi hosil bo'lyapti mana. Demak 3 va minus 1,5 nuqtalardan o'tuvchi funksiyaning grafigi. Demak o'sha ikkita nuqtani tutashtiryapmiz. Demak grafik davomi o'sha davom ettirib ketaveradi. Ikkinchi usulda aniqlaganimizda, jadval usulida aniqlab oladigan bo'lsak, yuqorida aytib o'tdik, x erkli o'zgaruvchi, y erksiz o'zgaruvchi. Demak bu degani nima degani? Ya'ni x o'rniga ixtiyoriy sonlarni o'zimiz tanlab qo'yishimiz mumkin. O'sha x ga mos holatda, boya yuqorida funksiyaga ta'rif berganimizda qandaydir qonun qoidaga asosan y ni qiymatlari kelib chiqadi. X o'rniga -1 qo'ysak, demak mana bu tenglamaga olib kelib qo'yamiz. O'sha qiymatlarni 2 ko'paytirilgan -1 plus 3 imiz plus 1 deb beradi. X o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, y'imiz 3 bo'ladi. X o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak, demak 5 qiymat kelib chiqadi. 2 qo'yadigan bo'lsak, 4, 7 qiymat kelib chiqadi va hokazo. Demak bularni bir nechta qiymatlarni qo'yishimiz mumkin bo'ladi. O'sha nuqtalarni ketma-ketlikda tutashtirib chiqsak, demak funksiyani grafigi hosil bo'ladi bizga. Demak o'sha nuqtalarni tutashtiramiz. X minus 1 da y'imiz 1 ga teng bo'lyapti. Demak minus 1 da 1 ga teng bo'lyapti. Demak mana bu nuqtada bo'lyapti. 0 da x 0 da 3 ga teng bo'lyapti y'imiz. 3 ga mana bu nuqtada bo'lyapti. X 1 da 5 ga teng bo'lyapti. Mana bu nuqtada bo'lyapti. 2 da 7 ga teng bo'lyapti. Mana bu nuqtada bo'lyapti. O'sha nuqtalar ketma-ketlikda tutashtirsak, demak funksiyaning grafigi hosil bo'ladi. Demak chiziqli funksiyani grafigi chiziqli funksiya bo'lgandan keyin, demak davomi o'sha chiziqni davomidan demak qoladi mana. Demak ikki xil usulda demak mana shunday grafiklarni tasvirlashimiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.